2 million 3 million dollarlik uylarni ko'rgansizlar, lekin bu uyimizni narxi 5 milliondan baland. Nimaga bunaqa qimmat deydigan aka-ukalarimiz diqqatiga videoni oxirigacha ko'ringlar. Undan oldin like bosinglar, biz esa boshladik. Lokatsiyadan boshlasam, Mirzo Ulug'bek rayoni Salomchoyxonada turibmiz. Bu uyimizning yer maydoni 15 sotu, 7 ta xona, yashash maydoni 2000 kvadrat metr tashkil qiladi. Ko'cha tarafida butka bor, qorovulxona uchun отдельно. Kirishimizda mana chap qo'lda naves ostida bemalol 3 ta gelin vagonini sig'dirib qo'ysanglar bo'ladi. Kattagina zelyoniy zona ikki qismga ajratilgan. E'tibor markaziylarni fasadga qaratsanglar bo'ladi. Naturalniy travertin toshdan qilingan. Даже mana shu oyoqlarimiz ham mana kafel o'rniga qimmat travertin toshlardan foydalanilgan. Daraxtlarga ham kelib o'tadigan bo'lsak, bu yerda oddiy daraxtni o'zini ko'rmaysizlar, hammasi qimmat daraxtlar ekilgan. Bu esa bizani yozgi oshxonamiz. Ko'ryapsizlar, o'choq hammasi qilingan, как положено. Kuxonniy mebelga keladigan bo'lsak, hammasi italyanskiy qilingan, hammasi firmenniy, kачественный materiallardan qilingan. Bu yerda esa o'zimizning ko'cha uchun отдельно sanuzel qilingan, ko'rsanglar bo'ladi. Va eng qizig'i uyimizning ichini ko'rmoqchi bo'lganlar uchun hozir uyimizning ichini ko'rsam, undan oldin like bosib, kommentariyada bu uyimizning aniq narxini topib ko'ringlarchi, qani ketdi. Bu esa bizani kattagina hol qismimiz. Shundoq mana bu lyustraga o'zingizlar bitta baho beringlar, juda ham chiroyli, lekin mana ayniqsa kartinkalari bilan. Kommentariyada mana shu lyustraning narxini yozib o'tinglar. Necha pul deb o'ylaysizlar? Xo'p, endi kiraverishimiz bilan boshlaymiz. Ikkita yon tarafida sanuzeli bor. Bu gостевой, ya'ni mehmonlar uchun. Mana kirishimiz bilan holdan sirazi o'ng tomonga kirishimiz bilan bu esa bizani kattagina oshxonamiz bo'lyapti. Oshxonamizda полностью italyanskiy narsalar ishlatilgan, полностью texnika deymizmi, hammasi haqiqiy granit. Bu yerda nimaga katta joy qoldirilgan? Televizorga joy tashlab ketib, bu yerda oila davrasida nonushta qilish uchun stol bilan bemalol kattagina joy ko'ryapsizlar. Bu yerdan ham unumli foydalanishgan. Endi buni ro'parasida bo'lsa, bizning katta zalimiz, xuddi shunaqa kirishda ikkita sanuzelimiz bir xil razmerda. Mana zalimizni bitta o'zingizlar ko'ringlar. Zalimiz 80 kvadrat. Bu degani novostroyka domlardan 3 xonali uy degani. Ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli. Eshiklarni aytmasalar ham bo'ladi. Качество вообще высший уровеньda qilingan. Birinchi etajimizda hozir birinchi xonamiz, ya'ni kattalar yotoqxonasi. Ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli, kattagina qilingan. Bemalol hamma narsa sig'dira olasizlar. O'zini ichida sanuzel bilan birgalikda. Sanuzelni ham bitta baho berib qo'yinglar. Juda ham chiroyli sanuzel. Endi bu yerda yana bitta sauna, basseynimizni o'zingizlar bitta ko'rib baho berasizlar. Juda ham chiroyli. Mana basseynni qaranglar. Вообще mazza qilib do'stlar davrasida deysizlar, oila davrasida deysizlar, juda ham mazza qilib dam oladigan joy qilib qo'yilgan. Bu yerda basseynimiz, finskiy saunamiz va turkiy hammomimiz ham bor. Mana dushovoy qilingan. Hammasi eng qimmat stroy materiallardan foydalanilgan. Bu esa sanuzelimiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Basseynda kirish ikkita joydan qilingan. Biz ikkinchi narigi tomondan chiqib ketamiz. Basseynimizning razmerini na glas hisoblanglarchi, kommentariyada yozib qoldiringlar. Basseyn nechiligini kommentariyada javobinglarni kutib qolaman. Bu esa yana bitta xonamiz. Bu xonamizning o'zini garderoblari va sanuzellari bor. Ko'ryapsizlar, bu xonamiz ham boyagi birinchi ko'rgan xonalardan razmeri bir xil. Bu esa sanuzeli, juda ham chiroyli.
Mana bu ikkinchi etaji hozir sizlar bilan birgalikda video obzor qilamiz. Juda ham chiroyli. Like bosinglar. Oxirigacha videomizni kuzatishda davom etinglar. Endi ikkinchi etajimizni sizlarga ko'rsatib beramiz. Ikkinchi etajimizda naq 4 ta spalni mavjud. Ko'rasizlar. Mana bu lyustra uyi ayniqsa mana shu kattakon lyustra ochyapti. Juda ham chiroyli qilib. Ko'rasizlar. Krupniy planda juda ham dahshat ko'rinyapti. Bu esa ikkinchi etajimizning birinchi spalnisi. Bu yerda ham xuddi shunaqa garderob va o'zini sanuzellari bilan birgalikda juda ham chiroyli. Hozir sizlarga balkonni ham ko'rsataman. Oxirigacha ko'ringlar, juda ham qiziq uy bo'lyapti. Hozir podvalda ham tushib, podvalda nima borligini ham ko'rsataman. Tak, bu yerda ham planirovka xuddi shunaqa, xonalar, xona razmeri ham, kattaligi ham ko'rgan boygi xonanglar bilan bir xil. O'zini garderob va o'zini sanuzeli bilan birgalikda. Xuddi shunaqa bir xil razmerdagi sanuzel garderoblar. Mana bu yerda ham kattagina joy tashab ketilgan. Bu yerdan ham umumiy foydalansanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa xonalarimizni yana razmer jihatdan ham sanuzel va garderoblari bir xil. Mana ko'rsanglar bo'ladi o'zingizlar. Juda ham chiroyli. Endi balkonimizni ko'rsataman. Hozir sizlarga balkondan vidni o'zingizlar bitta ko'rib baho berasizlar. Mana balkonimizni qaranglar, kattaligini. Balkondan hovlini, barcha burchaklarini ko'rsanglar bo'ladi. Kattagina zeleniy zonasini ham ko'rsanglar bo'ladi. Inshaalloh ota-onamga olib beraman deganlar, niyat qilganlar bitta like bosib qo'yinglar. Inshaalloh hammamizga kamida shunaqa uylar nasib qilsin. Mana bu fon bilan mana bu kartinka lekin juda boshqacha bo'lyapti. Endi oxirgi xonamiz, ikkinchi etajimizdagi shu xonamizdan keyin podvalga yo'l olamiz. Bu xonamiz ham xuddi shunaqa o'zini garderob, sanuzellari bilan birgalikda. Juda ham chiroyli. Aboylari hammasi italyanskiy qilingan. Bu yerda hech qanaqa arzonchi narsani ko'rmaysizlar. Podvalda nima bor ekan deb qiziqayotgan obunachilarimiz diqqatiga, podvalda bilyard bor. Hozir oxirigacha ko'rib tursanglar, podvalga tushgandan keyin ko'rsatamiz. Mana zinalarimiz ham tosh qilingan, ko'rsanglar bo'ladi, ahamiyat berib. Kattagina hol, ana kirganda uyimizdagi boshqacha, o'zgacha ощущение olasizlar. Bu uyga kirganda, любой bitta odam kirib shunday men tepaliga qaraganda, lyustraga qaragandan keyin o'sha boshqacha hissiyot uyg'onadi odamda. Premium kачество qidirayotgan akalarimizga mana shu uyni tavsiya qilib qolaman. Podvalimizga tushishimiz bilan, ya'ni kattagina bilyard ko'ryapsizlar. Podvalda kinozal va bilyardimiz bor. Birma-bir xos sizlarga ko'rsatib beramiz. Bu esa kinozalimiz. Bu yerda ko'ryapsizlar, mягкий divan, massaj kreslolargacha qo'yilgan, kattakon apparatlar yig'ilgan. Shunga izolyatsiya qilingan, spesialni ko'rsanglar, e'tibor bersanglar bo'ladi. Endi bu yerda ham yetarlicha xonalar mavjud. O'zingizlar xohlasanglar, trenajyorniy zal qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shu xona ayni trenajyorniy zalga mo'ljallangan. Mana kattagina oynalari bilan birgalikda o'zingizlar bu yerda sport bilan shug'ullansanglar bo'ladi. Bemalol nechta sport anjomlarini olib kelib qo'ysanglar, hammasini sig'dirsanglar bo'ladi. Bu esa uyimizning yuragi, ya'ni kotelniy qismi.